Assalomu alaykum. Hurmatli dehqon akalar. Mana silos uchun mo'ljallangan Xitoy deyman, anaqa makka urug'imiz mana silos uchun. Qo'lingizni ko'taring aka. 1.80 mlik bo'yiz, 1.80 mana akalar 3,5 metr, 4 metr bo'lib turibdi mana. Balish bilan teng bo'lib turibdi. Uzumni balishi bilan bir xil. Hali antena chiqarmadi. Antena chiqargandan keyin ham 70-80 sm hisobi bor. Bu dori ham solinmagan. Bulturgili akamiz ekkandi ko'proq joyga. Endi bu yilga просто огород ekib qo'ygan ekan. Mana holati bulturgi daladagi holati, lekin o'ta go'zal bo'lgan mana. Balish bilan bir xil bo'lib turibdi. Realniy holat. Yolg'on emas. Dori solinmagan. Suv qo'yilgan, shunaqa kultivatsiya chop qilish imkoniyati yo'qmi? Dala sharoitida videolarni chiqarganmiz buni. Holati zo'r. Mana silosga mo'ljallangan urug'imiz 120 kunlik. So'talari ham, dumbalari ham zo'r bo'lgan, tanasi baquvvat, serbarg. 1 2 3 4 5 6 ta 7 ta 8 ta 16 ta barg bor ekan. 8 tadan hali o'sishda davom etyapti.